Hammaga assalomu alaykum do'stlar, Play kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Ali. Bugungi videomizda biz FK Mobile o'ynaymiz va bizga yangi event qo'shilgan. Legendalar, prosta guatlar. Hozir biz boshqa akkauntdamiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek mana bu tanishim o'zim oshnamning akkaunti. Kasilis bor, hamda boshqa o'yinchilari bor. Maytda zaminadagi o'yinchilar, Vitina. Bular do'stlar akkaunt chotki. Hop do'stlar, hozir ko'rib o'tamiz. Hop, qani bo'lmasam, hozir qani. Xulasi, mana do'stlar. Gullit kelibdi, Nono Names'ni, Maduram kelibdi, Vanjik kelibdi. Xulasi do'stlar, ko'p odam, ko'p vobshe zo'r legendalar kelibdi do'stlar. Mana o'zingizlar hisob qilib ko'rib olasizlar. Ko'p bu yerda Kurtuva bilan Nueram kelibdi do'stlar, shuna qilib. Xulasi hozir bu yoqda esa Messi, bu ham bitta goat. Bu Messining muxlislari bor, Ronaldo muxlislari bor. Kommentariyaga tez yozib qoldiringlar, siz qaysi odamni muxlissiz va Cristiano Ronaldo. Bu chisti goat, hamma biladi. Do'stlar, bizda 40,000 James bor va Rashford. Bu yerdan Harry Maguire kelgan do'stlar. Yana hozir ko'rib o'tamiz. Kim kelibdi yana? Kimlar bor bu yerda? McAllister. Xo'p. Bu yog'i o'zingizlar ko'rib o'tganingizda bizda 40,000 James bor. Xudo xolisa shunga open pack qilamiz do'stlar. Xo'p, biz bekargani olib qo'yaylik do'stlar. Birinchi do'stlar nima tushadi kommentariyaga tezda yozib qoldiringlar do'stlar. Tezda kommentga yozib qoldiringlar. Nima tushadi o'zingizlar izohinglarni yozib qoldiringlar do'stlar. Davay. 1 2 3 yozdinglarmi do'stlar? Yozdinglar degan umiddaman do'stlar. Shuning uchun hozir do'stlar ko'rib o'tamiz. Xo'p. Qana bo'lmasam, yozdinglarmi tezda? Davay ba ochdik do'stlar. Sizga nima tushdi? Voy, mana bunaqasi trenirovkasini bir-biriga o'tkazib beradigan narsa. Xulasa do'stlar, unda biz 10 ta kartochkani olamiz 30 mingtaga. Xo'p, va oldik. Olganimizdan keyin chiqamiz. Chiqib 10 mingta turib turaversin do'stlar. Keyin yana nimadir kelib ochib qolarman. Xo'p, chiqamiz. Chiqqanimizdan keyin va biz eventga kiramiz. Toti draft. Xo'p, qani bo'lmasam, bu yerdan bittalik otaylikmi? Yo'q, odammi? Xo'p, qaysi biridan otamiz? Mashqdan otaveraylik do'stlar. Qani bo'lmasam, ketdi do'stlar. Kommentariyaga yozib qoldiringlar qaysi odam tushgan. O'zingizlar tezda yozib qoldiringlar do'stlar. Kim? Nechi? 8 o'yinchisi. Voy. Xo'p, endi nariginga o'tamiz va bu yerdan ham bittalik ochamiz. Yo, 10 talikmi? Bittalik ochaveraylik do'stlar. Qani bo'lmasam do'stlar, uje bizga bunaqa berdi. Yurdimi? Yo'q, yurmadi do'stlar va 8 o'yinchisi va yana o'tamiz bu yoqqa. Va yana bittalik bu yerdan. Qani bo'lmasam ketdi do'stlar. Tez yozib qoldiringlar kommentariyaga kim tushadi do'stlar. O, yurdi. Kim bu? Kim? Portugaliya. Westberg. Portugaliya Cristiano Ronaldo. Gol! Do'stlar, ko'rib turganinglardek Cristiano Ronaldo uchun tagimizda do'stlar. Davay! Like bosib o'tiringlar do'stlar. Buni ham esinglardan chiqmasin. Davay! Cristiano Ronaldo. Gol do'stlar. 117. Oy. Nima bu? Oy do'stlar. Voy, 117 Cristiano. Oy. Do'stlar, sizlar qaysi odamni, Cristiano yoki Messi yozib qoldiringlar tezda kommentariyaga. Voy, Cristiano Ronaldo 117, ikkinchi urinishda o'sha. Yaxshi, bizda hali 8 ta kartochka bor. Nima bu? Oy. Do'stlar, ko'rib turganinglardek omadli keldi va bu yerdan yana bitta ochib, hozir ochmaymiz, to'xtanglar. Ko'rib chiqamiz Ronaldo'ni. O'shaligini. Mana Cristiano Goat, buni bilganlar biladi do'stlar. Va 117 sonda o'rniga qo'yib qo'yamiz. Hop.
Bundan bu yog'iga do'stlar Cristiano Ronaldo o'yinimiz tarkibida o'ynaladi. Faqatgina bitta yomon tarafi bor. O'zimning akkauntimda emas, do'stim bo'lsa ham bo'laveradi unga ham. Unga yaxshilik bo'ladi do'stlar. Xullasi chiqamiz, bo'lmasam Ronaldo'ni ko'p qo'ydik va yana kiramiz va Totidan ochamiz. Mana bittalik yo Toti bittalimi? Da bittali уже bizga berdi. Kim tezlik kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Qani ochamiz. Yurmadi do'stlar. Hop, qani bo'lmasam, yurmaganligi tumayadi, ochamiz. Qani bu yerdan. Hop, bu yerda ham narsa berdi. Hop, bu yerdan Lakaka tushdi do'stlar. Hop, yana Totidan ochamiz. Gullit 117 kartochkasi o'ta go'zal kelibdi do'stlar. Ko'rib turganinglardek pas 120, dribling 134. Xullasi varshi zo'r taktika qilyapmiz do'stlar. Taktikani iti, короче. Qani bo'lmasam kim chiqadi bizga? Уже ochko berdi va yurmadi do'stlar. 109. Hop. Qani ham bo'lmasam bu yoqqa o'tamiz va bittali do'stlar. Davay. Kim beradi? Cristiano Ronaldo cho'ntayda do'stlar. Pas 146 ekan. Ko'rib turganinglarda. Bu yerda ham taktikani bitta qo'llaveramiz. Qani bo'lmasam ketdi. Hop. Va ochko berdi. Qani 112 yaxshi. Hop, bu yerdan ham o'tkazamiz va esingni kirib va bitta ochib olamiz va ochko berdi va kim tushadi bizga? Hech kimmi? Nima kim? 100 net ko'rmay qoldim. Hop. Xullasi bizga endi bitta Carvajal bilan Lionel Messi kerak do'stlar. Lionel Messidan bitta taktika ko'ramiz va ochib ko'ramiz do'stlar. Shuning uchun qani bo'lmasam ketdi. Bitta 3 dona kartochkamiz qoldi va bitta. Xo'p do'stlar, nimadir tushadiganga o'xshayapti. Tezda kommentariyga yozib qoldiringlar do'stlar. Yuradimi? Yo'q, yurmadi. Va bizga 110 odam. Hop, ikkita kartochkamiz qoldi va bitta Toti, bitta lekin flashback degan ochamiz do'stlar. Hop, bitta Totidan bosamiz va bizga kim beradi? Kim? Ochamiz. Yo'q, yurmadi yana 108 o'yinchi. Hop. Endi yo'q o'tgan bo'ladi va bitta ochib yuboramizda. Kim tushadi bizga do'stlar? Tez kommentariyaga yurdi do'stlar. Kim? Fransiya. O'ymi? Fransiya. Kim bu? Koman tushdi 114 do'stlar. Yaxshi bu. Prosta yaxshi 114 cho'ntayimizga tushdi. Xullas do'stlar, yaxshi nima bo'lsa 114 ham. Hop, chiqqanimizdan keyin hop, endi RPga kirib, RPdagi narsalarimizni olamiz. Olganimizdan keyin chiqamiz RPdan chiqib va biz nima qilamiz? Har doimgidek extra time ga kiramiz do'stlar. Va bizda extra time bor. Hozir do'stlar. Hozir ishlab qolsa kerak. Wi-Fi chatalik qilyapti do'stlar, ko'rib turganinglardek. Ungacha do'stlar, sizlar tezda tushib like va obuna esinglardan chiqmasin do'stlar. Videoda hurmatli iltimos bosib qo'yinglar do'stlar. Qani bo'lmasam kiramiz. 32 mingta extra time va 113 dan 115 gacha. Va bizga kim tushadi bu yerdan? Gabriel bor. Ko'p odamlar bor bu yerda do'stlar. Qani tez yozib qoldiringlar do'stlar. Kim tushadi? Necha o'yinchi tushadi do'stlar va tezda kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qani 1 2 3 do'stlar. Qani bo'lmasam ketdik, ochamiz. Xo'p, kim tushadi bizga? 113 114. Вообще musorlar tushdi desa ham bo'laveradi. 30 mingta bekardan ketdi. Mayli. Uni buni qo'yamiz va nimaga kiramiz? 10 mingtamiz bor va biz
Liginaqadan olamiz. Nima edi? Ana liga tangasiga 68 mingtasi bor edi. Oho! Va biz ikkita olamiz do'stlar. Ikkita olganimizdan keyin va biz yana ulardan bitta ochib video qilaman do'stlar. Xo'p. Ikkita oldik. Ikkita olganimizdan keyin kirib birinchi to'ydanmi yoki flashbackdanmi hot ikkalasidan hot kick off deb qo'ydim. Welcome ega. Qaysini yozib qoldiringlar do'stlar? Flashback draft. Qaysini ochaylik birinchi? Xo'p, nima qilamiz? Qaysi biri? Bo'p, mashina ochib qani bo'lmasam kommentariyga yozib qoldiringlar do'stlar, qaysi odam tushadi. Va bizda yurish imkoniyati bor. Va kim bu? Kim? Voy, 110 o'yinchisi. Do'stlar yurmadi. Xo'p. Endi Totiga o'tamiz va Totidan kim tushadi? 10 talikdan. Taktika qilamiz, yana 10 talik va bittani ochib yuboramiz do'stlar. Va yurdi va bu o'yinchi, yurdi. Kim? Germaniya golkiper Bayern Munchen Neuer tushdi do'stlar. Neuer vaqti gol varqaliklardan do'stlar. Do'stlar o'ta zo'r bu yog'i. Do'stlar bitta narsadan uzr so'rab qolaman. O'yinda ovozi chiqmay qolganidan uzr so'rayman do'stlar. Xo'p, qani bo'lsam chiqamiz va bu yerdan biz haliga 114 o'yinchini olib qo'yishimiz kerak. Xo'p, kim? Argentina Como 1907-yil ekan. Nico Paz degan o'yinchi. Xo'p, qani bo'lmasam chiqamiz va biz hozir akkaunt kirib Cristiano Ronaldo. Xo'p, kim bular? Cristiano Ronaldo'ni ko'tarib keyin qo'yamiz do'stlar. Xo'p, Ronaldo'ni ichiga kirib ko'ramiz. Voy, boshqasi kirib ketdi. Xo'p, Ronaldo'ni ichiga kirib opsiyalarni ko'ramiz. Cristiano Ronaldo 146, 145. Xo'p, pass 146, 120, 139, 52, 130. Oy, talantlarini. Nimcha balo? 2, 3, 4, 5, 6, 7 talant. Nima bu? Cristiano'ni o'ta kuchli qilib kelishibdi. Oy. 7 ta talanti bor ekan. Va 114 o'yinchisini tushirdik va yana bitta 114 o'yinchisini tushirdik. Va bizga 113 Neuer tushdi. Uni topolmadim do'stlar. Buni ko'rib chiqamiz. 139 pass, shooting, passing, dribbling va ikkita ekan. Haliginaqasi. Talanti do'stlar. Xo'p do'stlar, videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar do'stlar, like bosib, obuna bosib, esingizdan chiqmasin do'stlar. Videocha haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Bugun biz Cristiano Ronaldo va boshqa o'yinchilarni ochdik. Hammaga xayr do'stlar, o'zingizlarga afv.